Mana bunisini yopganimizda suv to'xtadi, issiq suvniki. Demak, mana shu issiq suv, bunga ulamaymiz. Yana ochib qo'yamiz. Biz mana bunga ulaymiz apparatimizda. Buni yopgan holatda ulaymiz. Agar bunaqa kran bo'lmaydigan bo'lsa, u yoqdan suvni o'chirishimizga to'g'ri keladi. Demak, buni yopib olamiz. Demak, sovuq suvni o'chirib oldik. Mana suv kelgani yo'q. Bemalol ishlasak bo'ladi endi bu yerda. Keyingi qiladigan ishimiz ehtiyot qismlarini o'rnatib olish bo'ladi. Bu yerdan o'zimizga kerakli narsalarni olib olamiz. Mana bu narsalar kerak emas. Kerak emas, ko'pchilik aytadi, buni qayerga o'rnataman deydi. Yo'q, kerak emas do'stlar. Bu narsalar kerak emas. Mana bu narsalar ham kerak emas, bu narsalar ham kerak emas. Nimaga kerak emas? Chunki biz bochkamizni bu yerga joylashtiryapmiz. Yerda turibdi. Bu qotirib qo'yish uchun, devorga qotirish uchun narsalar. Shuning uchun bu narsalarni kerak emas, olib tashlaymiz. Hech kim devorga qotirmaydi. Zaxira bakini posudamolkamizning ostida o'tiradi. Mana bu narsalarini mana kerak emas. Bir chekkaga olib qo'yamiz. Qolgan qismlar bulardan mana shuni hozir birinchi o'rinda qotirib olamiz. Salnigi bor, salnigini yo'qotib qo'ymasdan suv manbayiga ushbu qismni qotiramiz. Demak, mana chiqarib oldik. Ichkari tarafiga salnigini qo'yib qotiramiz. Buni suv manbayiga qotirishdan oldin bunga shlangni qotirib olishimiz kerak. Shlangni qotirish uchun aytganimdek ikkita shlangi bo'ladi. Ikkalasini uzunligi bir xil. Qaysi birini bo'lishlaringizda farqi yo'q. Buni teng 3 ga bo'lib olamiz, buni teng 2 ga bo'lib olamiz. Demak, videoni o'chirib men hozir bo'lib olaman. Demak, shlanglarni bo'lib oldik. Bulardan bittasini teng 3 ga bo'lganimizdan bittasini olamiz. Teng 3 ga bo'lganimizdan do'stlar. Mana shu joyiga shlangni qotirib olamiz. Buning uchun mana shu joyini yechib, mana buni bu yoqqa o'tkazib, mana o'tdi. Mana bu joyga qotiramiz, mana shu holatda. Mana buni bu yoqqa qotiramiz, xalaqit bermaslik uchun. Mana shunday qotirib olamiz. Mana do'stlar, yaxshi qotirib oldik. Salnigi ham joyida turibdi. Endi mana shu shlangni suv manbasiga qotiramiz. Sovuq suvni manbasiga. Kladovkamizni ochib olamiz. Mana shu joyga qotiramiz, mana. Yopgan joyimizga. Birinchi o'rinda uni yechib olamiz, videoni o'chirib. Demak, do'stlar, suv manbasini yechib qotirib olamiz. Hozir mana shuni yechamiz. Buni yechishni ham hozir ko'rsataman. Qaysi tarafga qarab buralishini ko'pchilik bilmasligi uchun mumkin. Mana shunday o'ng tarafga buraymiz. Mana o'ng taraf, chap tarafga emas, o'ng tarafga. Mana yechildi, juda oson. Buni yechib oldik. Endi mana bunga buni qotirib olamiz, mana shuni. Mana shu holatda qotiramiz. Mana bu ichidagi salnikni ko'zdan kechiramiz. Yaxshi bo'lish kerak. Agar yaxshi salnik bo'lmasa, mana bu shlangni almashtirishimizga to'g'ri keladi. Demak, ko'pchilikda mana bunisi eskirib ketgan bo'ladi. Yechgandan keyin qayta o'zinikiga qayta burasa ham suv oqa boshlaydi. Chunki 5-6 yil turib zanglab ketgan bo'ladi. Hozir bu kishida yangi ekan. Mana shuni shu holatda buraymiz. Mana shu holatda. Mana shuni qotirib olamiz. Uncha qattiq qotirishimiz shart emas. Ichida salnigi bor, chunki ko'pchilik fumlenta o'raydi. Bu noto'g'ri. Hech qachon salnik qo'yilgan joyga fumlenta o'ralmaydi. Buni tushunib yetishimiz kerak. Salnik qo'yilmagan joyga fumlenta o'raladi, salnik bor joyga fumlenta o'ralmaydi. Yoki mana bunisida fumlenta o'ralgan bo'ladi. Bu kishinikida o'ralmagan, to'g'ri bajarilgan hammasi. Buni qotirib olamiz yaxshilab. Mana qotirib oldik. Yaxshilab deganda